Didacho markasini nihoyatda qisqa vaqt ichida butun avtonom rayonimizga tanitib bergan Didacho markasining qurg'uvchisi Dilmurod apandini saytimizga taklif qilamiz. Marhamat. Dilmurod apandi zodi bugun bizga qandoq sovg'atlarni tayyorladi. Uning uchun do'stlarimizga deydigan zodi qandoq yurak so'zlar bor. Hammalar birlikda Alloh taqaylik. Marhamat. Söz kılamaydan adamın sözünü tek kılmamak. Biz tamak yetiştim başkasını fazla anlaştıramayın ben dostlar. Salam güzel avat diyadaki bağlılık uruk tıkkalla. Bugün bu işiş murasimga yirak demey, yakın demey, nurgul işlemler teşlap durup kaygın olayken bütün çoğumuş, Didacho çoğun hayatı vakalten hemelerge rahmetimini bildirmen. Bugün bana şu avat dükkanımızdaki kullaştırıcı şunlar güzel bulavatı bizga şu vakitçe nurgun yaxshi fikirler, teklif fikirlerinde yaxshi fikirler şu vatıda. Bugün bana şu dükkanımızdan içiş mürasimini kıp oturuptuk. Bugün bu dostlarga rahmetimizni bildiriş için bütün bir günlük hamma tamaklarımızı haksız ulaştırgandan sert anamikin nurgun kul soğatını verdik. Bundan sonra dostlarım şu artistlerimizden biri kurmuş nakışlarını, müziklerini anlap buğanın keyin mümkün olsa bizim tamaklarımızı tetip buğan fikirlerini verip kaçınlarını çin dilimden ümit kılmayın. Bundan olsa endi saytimizga taklif qilmoqchi bo'lgan bu yoq bo'lsa, ulgulik namunlik yosh Yasinjon Juma apandini saytimizga taklif qilamiz. Marhamat. Nurg'unlagan kishilarni xizmatga o'rinlashtirib kelib o'tibsiz. Undaqda nima sababdan Didacho'dan iborat mana shunday naqsh qo'ysan, naqshi bekching olib ketadigan, naqshi esa mos kelmaydigan, ammo oshqozonni nihoyat fayzi g'idiqlaydigan va oshqozonga foydasi bo'ladigan Didacho'dan iborat bu markaning hamkorlashuvchisi bo'lishni o'ylashib qoldingiz. Nimishqa deganda men mush yemak-ichmak sohasiga kirgili, o'zim naqshchi bo'lsam-mu, restoranlarda, klublarda naqsh etish jarayonida o'zim bir qilib qo'ychu deb do'stlarim bilan hamkorlashib, yemak-ichmak sohasiga kirgili 11 yil, 12 yil bo'lib qolibdi. Şu jarayonda nurg'un do'konlarni echibdimiz, restoranlarni echibdimiz, ayrimxonalarni echibdimiz, tez tomoqxonalarni echibdimiz. Keyin o'sha Urumchiga meniki tijorat chiqib berisatdik. Dizon ochgan Urumchidagi Didacho'niki Shomiyasini tetib qo'yay deb borsam, men shunda bek yardi. Ammo ustiga bizning diyorimiz nisbatan yangilik. Shunga bir xalqningki ehtiyoji, hamma o'zimizning ehtiyoji deb turaylik. Shunmush yangilik tomoqni akasamush avat xalqi chuqum yaxshi ko'rdi degan umid bilan Dizon bilan hamkorlashib Açtık sınaq ticaret qilib, bugun sapmasaq bir ay bo'lgan kuni avat xalqi ajoyib yaxshi qo'llab kelyapti. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Biz almoqchi bo'lgan eng oxirgi natija chiqdi. Demak, oldi bilan biz o'zimiz bir iste'molchi bo'lish sifatimiz bilan, hamda gapni to'mtoq aytgan vaqtimizda, gardik til bilan aytgan vaqtimizda, biz oldi bilan shu tomoqning yeguvchisi bo'lish sifatimiz bilan o'zimiz tetib, oldi bilan o'zimizga yorg'anligi uchun uningga hamkorlashishni o'ylashdik desak to'g'ri bo'ladi. Shundaqmi? Hozirgacha bo'lgan savdolar xeyli yaxshi davatida kunlik odamning inqim miqdori nechilik bo'lyapti? Ya'ni ular. Xeyli yaxshi. Biz o'ylagandan yaxshi bo'lyapti. Demak, undaqda masalan xuddi Urumchidagiga o'xshash shunday o'chirab turib yeydigan ahvollar. Kechidimi hatto shu do'konimiz ochiqalar tutursin, yana o'chirab turib yeydigan mehmonlarimiz qiydi bor. Shundaqmi? Shunga Didacho oshxonasining mana shu Didacho markasining mana shu Aqsu Avatdagi do'konning ichilganligini anglab naq maydonimizga kelgan do'stlarimizga yana bir qitim rahmatimiz bildiramiz. Shundaqla Yasinjon apandiga ko'p rahmatimiz bildiramiz. Rahmat Yasinjon apandi. Yaxshimchilar do'stlar, men Shavfendan hammalarga o'tliq salom. Butun Xinjiangdan chang chiqib o'tib qolgan Didacho'ni degan avatga chiqib keldik. Aqsu avatga ko'gininglardek avat xalqi shunda qizg'in, shunda yuching duyda qilyapti bizga. Bizdan burun kep paydo bo'lib saqlab turib bo'pti. Avatdagi do'stlarning Didacho'ni yaqindan qo'llab berishini umid qilmayman. Haqiqatan bek yaxshi bir qitim yeb baqsanglar, ikkinchi qitim o'zinglar izlab so'rab kelib yigidek o'sha darajada qo'llab berishinglarni umid qilmayman. Rahmat. Do'stlar, yaxshimsizlar? Men Umid Tursun. Mana bugun biz yana 10 ayning 25-kuni Didacho markasining Aqsu Avatdagi do'konining ichilish marosimini o'tkazib turibdik. Bugungi faoliyatdan qarashga bo'ladiki, mishaga kelgan do'stlarimizning qizg'inligi, bizga yangratgan ovozlarini anglagandan keyin, menimcha bo'lganda Didacho markasining mayli qurg'uvchisi bo'lsin va yoki hamkorlashuvchilari bo'lsin, bu markaga nisbatan va o'ziniki chiqarayotgan taomlarga nisbatan o'zining ishonch texini ochdi deb o'ylaymiz. Albatta, Didacho markasining dastlabki kunning qurilish faoliyatidan boshlab hozirgacha bo'lgan oraliqda mayli programmalarda bo'lsin va yoki
do'konlarning ichilish murosimlarida bo'lsin, biz hamkorlashib kelyapmiz. Hatto mushu yerga kelib turib, iste'mol qilayotgan yana tomoq yeyotgan do'stlarimizningki bergan inkaslari va baholari qarab turib, haqiqatan ishonishga arziydigan, undan boshqa qo'llashga arziydigan bir marka ekanligini his qilib yetyapmiz. Shunga bundan keyin Didacho'ning ishlarining texmi o'ngishli bo'lishini, do'konlarning hozirgi 16 dan 160 ga bo'lsa, har bir aylanning har bir jutda men shu Didacho'ni tetib baqsam bo'ldi deydigan orzusini qilgan va shu ehtiyojini qilgan holatda yurishini umid qilaman. Mana ko'rib turganinglardek do'stlar, shu avvat to'kinimizniki eshitish murosimi nihoyat dog'dug'liq bo'ldi. Endi budaqi mush qizg'inlikni bevosita biz Shaya do'konga qilgan bo'ldik. Undan so'ng Shaya do'konda ko'rishmasak hisob emas. Shaya do'konni ko'rishaylik. Xayr qo'sh. Xo'sh.